Videomiz ozgina uzoqroq bo'ladi, lekin xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Ko'rsanglar, yoqsa like bosib yoki shunaqa sohaga, telefon sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa, shuni yuborib qo'yinglar, xursand bo'lamiz. Ish jarayonlari ketyapti. Mana ko'ryapsizlar, hozir menga ko'pchilik shu ustaga shogird olamiz degandan keyin rosa ko'p savollar tushyapti. Oynani ham o'rgatasizlar deb. Asosan Smart Botdagi joyimizda, Orizordagi joyimizda asosan platalarni ishlashni o'rgatamiz. iPhone, Android swap qilishlar bilan. Oyna bo'yicha ham joyimiz bor. U ham Orizorda, faqat pastdagi do'konimizda bo'ladi. Bu shu Toshkentga yaqin, Toshkentga kelish imkoniyati borlarga. Undan tashqari yana so'rayotganlar bor, vodiy tomonlardan kim o'rgatadi, yo'qmi deb. Mana so'raysizlar. Nima? Sababi mana Kamolxon o'zi kelgan. Kamolxon, turing. Hop, juda ko'pchilik so'raydi, shogird oladimi, yo'qmi deb. Oyna bo'yicha nima ishlarni qila olasiz? Mana konkret gap. Oyna bo'yicha shu любой modelda zavod holatida qilib oynalarni almashtirib beramiz. Keyin ekran bo'yicha ham barcha modellar shliflarni noldan polni o'rgatmayman qilishdi. Mana misol uchun Farg'onada ham, Vodiyda ham plataga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol Hasan tavsiya qila olasizmi yoki yo'q? Hasanni eskidan taniyman, tavsiya qilaman. Ishini ko'rgansizda ko'zingiz bilan. Mana shular ham realniy ishlar. Professionalniy. Xudo xohlasa mana pastda raqam qoldiraman. Kamolxonda ham nomerini qoldiraman. Vodiy tomonidan oynani o'rganmoqchi bo'lsanglar, professional darajada o'rgatganda ham ideal, ya'ni shliftlar bilan o'rgatadi, rozi qilib chiqazadi, ya'ni ish bo'yicha. Bizlar ham xuddi shu. Sizlarni roziligidan olib, zo'r kasb egasi bo'lsanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Qanaqadir hayotingizda o'zgarishlarga, tirikchiliklarga ozgina bo'lsa ham sababchi bo'ladigan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Duo qilib qo'yasizlar. Mana shu bolani yana bir marta ko'rsataman. Xudo xohlasa professional darajada oynani hammasini o'rgatadi. Umuman gap so'z bo'lmaydi. Yo'q, gap so'z yo'q.